Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Mana bugun biz Ko'kdala tumanida termitlarga qarshi ish olib boryapmiz. Xudo xolasa To'qmor mahallasida bu termitlarni 100% natija bilan yo'qotib beramiz. Mana bu akamizni uylarida termitlarga qarshi ishlayapmiz. Bugun 16 fevral 2026-yil. Telefon nomerini qayerdan oldingiz? Bizni adresimizni qayerdan oldingiz? Telefondan topdim. Ha, Telefondan topdim ham internet orqali topdingiz, ha? Yana kimlarga qo'yilgan ekan bu mahallangizda? 2 yil oldin, 2 yil oldin so'liqda biz og'aynilarida qo'yilgandi ish turimda. Aha, bir 10 yil oldin Odil Kamas kimingiz bular? 2 yil oldin. Odil Kamas kimingiz bo'ladi? Odil Kamaschi bo'la bo'ladi, uzoqroq bizga bo'la bo'ladi. Bo'laysiz bular, o'shaniki 10 yil oldin ishlab berganmizda, yo'qotib berganmiz. Xudo xolasa sizni yuzdan ham 100% natija qilib beramiz. Hech o'ylamang. Ertaga rahmat aytib, Xudo xolasa duo qilib yursangiz bo'ldi. Bugun 2026-yil 16 fevral. Bizni xizmatimizdan foydalanmoqchi bo'lganlar 97 311 43 nomeriga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Podpiska bosinglar, qo'llab-quvvatlab turinglar, poddershka qilib turinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.